2009 5 iyul Sharqiy Turkistonning poytaxti Urumchida Xitoy tarafidan elib berilgan qirg'inchilikqa qarshi dunyoning har qaysi joylarida namoyishlar o'tkazildi. İstanbulda Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan elib berilgan Uyg'urlar va Sharqiy Turkistonlar fidoyilari 5 iyul qirg'inchiligining 10 yillik munosabati bilan Xitoyning navbatda Sharqiy Turkistonda yo'lga qo'ygan jazo lagerlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Faoliyat nihoyat rətlik və tərtiblik ötküzülgən bo'lib, Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidayatullah Oğuzxonning axborot e'lon qilishi bilan boshlanib, 10 nafar Istanbul il boshlig'ining axborot e'lon qilishi va Habibullah Ko'sani ustozning duosi bilan oyoqlashdi. İnsan deb o'ylagan butun insoniyatning mush kommunist Xitoylarning insoniyatga naqadar dushmanligini biladigan bir ong tushuncha ato qilgin ya Allah. Va mushu kommunistdan iborat insoniyatga dushman, mushu kommunist qarshi turayotgan butun Uyg'urlarga nusrat ato qilgin ya Allah. Bütün şuna qarshi turgan insonlarga nusrat ato qilgin ya Allah.